Assalomu alaykum Azamat. Bugungi suhbatimiz g'azab tuyg'usi haqida, ya'ni emotsiyasi haqida bo'ladi. A, G'azabni kelib chiqish sabablari haqida gapirib o'tsangiz. Xo'p, g'azabni kelib chiqish sababi ikkita bo'ladi. Birinchisi qo'rquv, ya'ni o'zini himoya vositasi sifatida qo'rquv bo'lganda g'azab avtomatik tarzda ishga tushadi. Ikkinchi sababi bu xohish. Ya'ni qandaydir bir xohishingiz bor, ana o'sha xohishingiz amalga oshmayotgan bo'lsa, sizda avtomatik tarzda g'azab bo'ladi. O'sha xohishingiz amalga oshmasligiga sabab bo'layotgan odamga, xohishingiz amalga oshmayotganligiga sabab bo'layotgan holatga, vaziyatga nisbatan farqi yo'q. Bu yerda ham shu g'azab как himoya vositasi sifatida foydalanilyapti. Faqat uni kelib chiqish sababi xohish bo'lyapti. Bir narsani xohladingiz, lekin ana o'sha xohishingiz amalga oshmay qoldi. Bir odamdan nimanidir kutyapsiz, lekin u odam siz kutgandek ishni qilmayapti va siz u odamga nisbatan g'azab emotsiyasini chiqarasiz. Tushunarli. Endi g'azab emotsiyasi qanaqa tanani nima holatga keltirishi mumkin? Xo'p, g'azab emotsiyasi har xil ko'rinishda bo'ladi. Faqatgina tajovuzkorlik ko'rinishida emas. Tajovuzkorlik ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, birinchidan bu mana shu bo'yin orqasida, yelkalarda, jag'larda, qo'l mushaklarida va qisman mana shu diafragma, mana bu nafas oladigan mushak, mana shu joylarda tirishuvlar, ortiqcha muammolarni, aktivliklarni, energiyalarni ishga tushirish orqali ko'rinadi va bu g'azab yog'och elementiga to'g'ri kelganligi uchun bu yerda qotish bo'la boshlaydi. Bo'yni qotadi, jag'i qotadi, mana shu yerda jigari qota boshlaydi, sirroz bo'ladi. Mana bu nima o't pufagida tosh yig'iladi, mana shu yerda nafas olishi qota boshlaydi. Odamning yuziga qaraydigan bo'lsangiz, qandaydir haligi nima deydi, harakatsiz qotib qolgan bo'ladi. Shuning uchun yog'ochdek qotadi uni tanasi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu haligi qilish kerak, tayyorlanyapti. Haligi zarba berishga, tishlashga va ana o'sha nima quvvatlarni u bosayotganligini hisobiga, ong ostiga anglamayotgan qismlariga yig'ayotganini hisobiga mana shunaqa har xil joylarida qotish reaksiyalari bo'ladi. Endi g'azabni yetishlikda qanaqa yo'l tutish kerak? Ya'ni kimgadir nisbatan g'azab bor. Ya'ni u insondan kutgan narsasini ololmadi. Bu yerda g'azablanayotgan odam qanaqa yo'l tutish kerak? Xo'p, endi g'azablanayotganda mana boya aytganimdek, ochiqchasiga g'azab bo'lmasligi mumkin, u xafa bo'lishi mumkin. Xafalik ko'ngil sovish, qandaydir men sendan xafa bo'ldim deydi, abida. Lekin bu xafalik emas, aslida bu g'azabni ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni ko'ngli qoldi, uni yomon odamsan deb hisoblaydi va uni xatti-harakatlari shunaqangi bir ko'rinishga ega bo'ladiki, paka u odam buni xafa ekanligini ko'rib, tushunib, o'zi kelib birinchi uzr so'rab, aybini tan olib, kerakli xatti-harakatlarni qilmagunicha u nima qiladi? O'zini xafalik xatti-harakatlarini bajaraveradi va kuzatadigan bo'lsangiz, qandaydir bir ifodalayapti o'zini, unga xafa ekanligini bildirishni xohlaydi yoki borib kimgadir aytadi, kimgadir gapiradi. Yurgan paytida, ko'chadami, qayerdadir u odam yo'q bo'lgan paytda ham
nimalarnidir gapirib yurgan bo'ladi. O'zi yo'q odam yo'q bo'lsa ham o'zi bilan o'zi gaplashayotgan bo'ladi. Bu mana shu ortiqcha yig'ilib qolgan xafalikni, ya'ni g'azabni chiqarish usullari hisoblanadi. Bundan qutulib ketishni usullari bir nechta. Birinchisi kechirish mashqini qilish kerak. Kechirish kerak uni, ya'ni dushmanlar ro'yxatidan do'stlar ro'yxatiga o'tkazish degani, kechirish degani. Ya'ni qabul qilish kerak. Uni yomon deb, mana shu qilgan ishing yomon, o'zing yomon odamsan degan fikrlardan qutulib ketish kerak bo'ladi va unga nisbatan kutish bor. Odam kutadi nimanidir. Mana shu ожидание, nimanidir kutayotgan bo'lsa, ana o'sha nimani kutayotganligini ko'rish kerak bo'ladi. G'azablanish bir boshqa, uni tagida yotgan kutish bu boshqa bir narsa. Ya'ni kutish bu xohish. Nimanidir qilishini, qandaydir narsa bo'lishini u kutayotgan bo'ladi. Ya'ni xohlayotgan bo'ladi. Ana o'sha xohishini ko'rib, unda bekor qilish kerak, otib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda yana o'sha xohishga kelyapmiz. Eng katta azoblar, eng kattamiz hamma azoblarni sababi bizning xohishlarimizda yotgan bo'ladi o'z aslida. Demak, mana shu xohishlarimizni ko'rishimiz kerak, qaysi so'zlar bilan, qaysi energiya bilan, qaysi holatlar orqali siz mana shu g'azab holatiga, ya'ni kutish holatiga kiryapsiz. Demak, bu yerda hozir xohishlarni boshqarish texnikasini qo'llab g'azab kayfiyatidan chiqib ketish mumkin. Xohishlardan voz kechish kerak bo'ladi. Xohishlarni otib yuborish kerak bo'ladi. Mana masalan, kimdir yoshlik paytida suv sepadigan pistoletni xohlagan bo'lishi mumkin-da. Unga kattalar olib bermagan. Va mana shu suv sepadigan pistoletni hali ham xohlab yurgan bo'ladi. Katta bo'lgani bilan uni ichki bola deydi, внутренний ребенок, ana o'sha ichki bolasi o'sha pistoletni hali ham xohlayapti. Bu bolalik paytida pistolet bo'ladi, katta bo'lgan paytda qandaydir bir buyumlar bo'ladi, qandaydir bir odamlardan o'ziga bo'lgan mehrni, e'tiborni talab qiladigan modelni oladi va mana shunaqangi agressiv, xafa bo'lish, qandaydir bir o'zinikini ilgari surish, boshqalarning o'zini muammosi bor, lekin u muammolarini sezmaydi, his qilmaydi, faqat o'zini muammolarini, o'zini xohishlarini, o'zi nima xohlayapti, unga nima kerak, detskiy pozitsiya, ana o'shani ilgari suraveradigan modelga ega bo'lib oladi odam. Keyin g'azabda yuraveradi. U g'azabda bo'lishini sababi nima? U faqat o'zinikini ilgari suryapti. O'zinikini talqovat qilyapti. Ana o'sha holatga qaytish kerak bo'ladi yana regressiya holati. O'sha bolaligida kimdir uni pulini olib qo'ygan bo'lishi mumkin, kimdir unga pistolet olib bermagan bo'lishi mumkin, kimdir unga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Ana o'sha holatlarga qaytib, mana shu modelni, ya'ni o'zini xohishlarini birovlar orqali erishish, birovlar orqali olish xohishini bekor qilish kerak bo'ladi. Shunda birovlardan hech narsa kutmaysiz. Demak, bekor qilish mexanizmida shu xohishlarni boshqarish kerak bo'ladimi yoki umuman tashlab yuborish kerak deb bo'ladimi? Bu ko'pchilik uchun oson emas. Ya'ni o'zini xohishlarini, o'zini qo'ygan pozitsiyasida ko'p yopishib, ayniqsa ko'p yo'l yurib qo'ygan odam uchun orqaga qaytish qiyin bo'ladi. Lekin shuni yechimi bormi? Shu asl ildiziga yetib borib, ya'ni o'sha xohishni yo'qotishlikni. Yana boyagi qo'rquv bilan ishlaganimiz kabi, bu yerda juda ham katta, kuchli xohish kerak. Bu o'zini mana bu hayotidan, mana shu yurish turishi, mana shu model поведениyadan, ya'ni mana shu olib qo'ygan programmalardan qutulib ketish, xalos bo'lish
ya'ni o'zgarish xohishi juda ham kuchli bo'lishi kerak birinchidan. Va mana shu xohish unga boshqa alternativa, boshqa modellarni taklif qila boshlaydi. Ana o'shanda unda tanlov bo'ladi. Lekin u bo'ldi, mana shu nimani tanladim, hayotim oxirigacha mana shunaqa yashayman degan pozitsiyani tanlab qo'ygan bo'lsa, haligi anglamagan holda ham, ongsiz ravishda ham bo'ldi, bundan boshqasi kerak emas, mana shu model menga yetadi deydigan bo'lsa, uni o'zgartira olmaysiz. Lekin bo'ldi, jonga tegdi, mana shunaqa yosh bola bo'lib yurish, yosh bola pozitsiyasida qolish, men o'zgarishim kerak, men boshqa odam bo'lishim kerak, haligi постоянно haligi birovlar bilan yoqalashib yurish, постоянно kimgadir xafa bo'lib yurish, постоянно kimgadir зависимый bo'lib yurish menga jonimga tegdi, boshqa variant bormi degan izlashga tushsa, shunda unga yechim keladi, unga boshqa modellar taklif qilina boshlaydi. Lekin u bo'ldi, menga mana shu modelim yetadi, odamlar yomon, odamlardan haligi menga yaxshilik qilish kerak, bir narsani kutish kerak, xafa bo'lish kerak, unga g'azablanish kerak, mana shunaqa modelda yashayman deydigan bo'lsa, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni demak, bu g'azab energiyasini bir yaxshi ishlarga yo'naltirish mumkin. G'azab energiyasi u alohida energiya emasda, bu yerda g'azab energiyasi xohishdan kelib chiqyapti-da. Shu xohishni demak, boshqa yo'nalishga yo'naltirsa bo'ladimi? Ya'ni odamlardan xafa bo'lish emas, shu odamlarga ko'proq yaxshilik qilish yoki shu orqali ichki xohishlarini qondirish, bunga almashtirsa bo'ladimi yoki g'azabniki alohida o'zi bilan o'zimi? Shunaqa. Ya'ni go'shtni farsh bo'lsa, qaytadan farshni go'shtga aylantira olmaysiz. O'sha farsh bo'ldimi bu. Ya'ni g'azab energiyasi sizda ko'p bosilganmi, yig'ilganmi, u bo'ldi. U g'azab sifatida ifoda qilinadi bo'ldi. Uni xohishga yoki boshqaga transformatsiya qila olmaysiz. G'azab keldimi, bo'ldi, u g'azab sifatida chiqishi kerak. Xafalik keldimi, bo'ldi, u xafalik sifatida tashqariga chiqib, bu yerda praktikalar bor, ya'ni oshkorlash, ifodalash. Yostiqni urish mumkin, yoki baqirish mumkin, yoki o'zingizni ko'nglingiz soviganini, ko'nglingiz qolganini, xafa bo'lganligingizni shunaqangi so'zlar bilan ifodalash kerakki, birovni haligi haqoratlamasdan, birovni ko'ngliga tegmasdan, lekin siz undan xafa bo'lganingizni, undan g'azablanayotganligingizni ifodalash anaqasiga erishishingiz kerak. Shunda sizda yig'ilib qolgan mana shu g'azablar osonlik bilan hech qanaqangi to'siqlarsiz erkin paydo bo'lib qolgan bo'lsa, erkin ifodalaydigan bo'lasiz. Va bu sizda energiyalaringiz, meridianlaringiz erkin aylanishiga sabab bo'ladi, ozod bo'lasiz. G'azab sizga ta'sir qilmayotganligini уже ko'ra boshlaysiz. Tushunarli. Rahmat Azamat suhbatingiz uchun. Keyingi roliklarda ko'rishamiz degan umiddamiz. Xo'p, sog' bo'lasiz.